Assalomu alaykum. Ko'rib turgan obyektivlar travertindan emas. Boshqa ko'pchilik bilmasligi mumkin hozir. Bu tosh aglomerat hisoblanadi. Juda toshning ichida yurmagan odam farqi bo'lavermaydi. Lekin aglomerat travertinga qaraganda ancha mustahkam, sifati yaxshi mahsulot hisoblanadi. Narxi ham ancha qulay. Teksturasi bir xil chiqadi. Travertinga o'xshab teshik-teshiklari bo'lmaydi, mana ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turgan obyektivlar hammasi aglomerat toshdan qilingan. Hozir oldingi holatini ham ko'rsataman shu joyi. Suqoy montaj qilib, devorga qo'tirib chiqilgan plitani. Dizaynlari ham plastik usulda juda ham sifatli holatda qilingan. Stiklariga e'tibor berishingiz mumkin. Shu darajada mana orasi bilinmaydigan darajada. Stiglarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli chiqqan. Karnizlarni ham ko'ringlar. Juda ham chiroyli chiqqan. Agarda o'zingizda uyingizga shunaqangi klassik usulda, high-tech usulda dizayn qilmoqchi bo'lsangiz, ko'p yillik remontlardan qutulmoqchi bo'lsangiz, xuddi shunaqangi toshlardan foydalanishingiz mumkin. Rangi umuman o'zgarmaydi. Issiqqa, sovuqqa, namgarchilikka mustahkam bo'ladi. Ekraningizda ko'rib turgan nomerlar orqali bog'lansangiz, biz sizga to'liq ma'lumotlar yetkazamiz.